Merhaba saygıdeğer öğrenciler. Bugünkü Türkçe dersimizin ilk dersini başlıyoruz. Dersimizi başlamadan önce kısaca kendimi tanıtmak istiyorum size. Benim adım Marjana, soyadım Babacanova, 25 yaşındayım. Kimya Uluslararası Üniversitesi'nde Türkçe öğretmeni olarak çalışıyorum. Sizinle bugün birinci dersimiz alfabe konusunu geçiyoruz. Dersimizi Yeni İstanbul kitabından geçiyoruz arkadaşlar. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men sizlarni turk tili o'qituvchilari Babajanova Marjona bo'laman. Toshkent kimyo xalqaro universitetida turk tilidan dars beraman. Sizlar bilan darsimizni Yeni İstanbul, ya'ni Yangi İstanbul kitobidan o'tamiz. Kitabımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum size. Kitabımız hakkında kısaca ma'lumot berib o'tishni xohlayman. İstanbul kitabımız 6 tane üniteden oluşmuş. İstanbul kitabımız 6 ünitten teşkil topgan. Her üniteyi 2 ders devamında geçiyoruz. Her bitta ünitni 2 para, yani 2 ders davomida o'tamiz. Biliyoruz her dilde seviye var. Yani A1 seviye, A2 seviye, B1 seviye, B2 seviye, C1 seviye, C2 seviye. Türkçe'de de aynı şekilde oluyor. A1 seviyeyi bitirdikten sonra A2 seviyeye geçiyoruz. A2'den sonra B1 seviyeye geçiyoruz. Ve devam ediyor öyle bir şekilde. Bilamiz, har bitta tilda daraja mavjud. Ya'ni A1 daraja, A2 daraja, B1 daraja, B2 daraja, S1 daraja, S2 darajada. Turk tilida ham xuddi shunaqa shaklda ketamiz. Hozir sizlar bilan ekranda ko'rinayotgan Istanbul kitobimizni ozgincha tanishtirib o'taman. Yuqorida aytib o'tganimdek 6 ta unitdan iborat. Bu xorijlik talabalar uchun mo'ljallangan turk tili kitobi hisoblanadi. Istanbul kitobimiz 4 ta ko'nikmani ham o'z ichiga jamlab olgan. Bu konuşma, dinleme, yazma, o'qima, o'qish, tinglab tushunish, yozish va gapirish ko'nikmalarini 4 talasini ham o'z ichiga jamlagan kitob sanaladi. Peki, birinci dersimiz alfabe. Birinchi darsimiz alifbo. Kirish qismidan boshlaymiz. Birinchi unitni boshlashdan oldin kirish qismida turk tili alifbosi keltirilgan. Ekranda sizlarga ko'rinyapti. Peki, alfabe hakkında konuşmadan önce size kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Alifbo haqida gapirishdan oldin ozgincha ma'lumot berish xohlayman. 1929'dan sonra Türkçe alfabe Latin alfabesine değişmiş. Yani Cumhuriyete Mustafa Kemal Atatürk geldiğinden sonra alfabede biraz değişiklikler olmuş. 1929-yildan keyin turk tili alifbosida islohotlar boshlangan. Yani Mustafa Kemal Atatürk davlat hokimiyatga kelganidan keyin turk tili alifbosini Latin alifbosiga moslashtirgan. Yani bundan oldin o'sha eski Osmonlicha, eski turk tilida alifbo arab tiliga asoslangan. 1929-yilda katta davlat to'ntarishi bo'ladi. Bunda tilda ham chuqur islohotlar olib boriladi. Arab tilidan o'zlashgan so'zlarni hammasi bittama-bitta saralab chiqarilib tashlanadi turk tilidan. Keyinchalik Fransiya va Germaniyani bosqini ta'sirida turk tiliga fransuz va german tillaridan so'zlar o'zlasha boshlaydi. Lekin baribirga ham arab tilida o'zlashgan so'zlarning ma'lum miqdori turk tilida saqlanib qolgan. Xuddi o'zbek tilida ham xuddi shunaqa rus tilini ta'siri va 16-asrlarda arablar butun O'rta Osiyoni bosib olganligi sababli bizning O'zbekistonda ham arab tili ta'siri kuchli bo'lgan. Masalan, bizning o'zbek tilidagi matba, muorif, maktab, munosabat, muomala kabi so'zlar arab tilidan kirib kelgan, ya'ni ildizi arab tili hisoblanadi. Turk tilida ham xuddi shunaqa. Va bilamiz, turklar juda ham
nima deymiz, qoni qaynagan xalq bo'ladi. Ya'ni o'zini millatiga, tiliga, bayrog'iga, ramzlariga, madhiyasiga juda ham sodiq xalq hisoblanadi. Ular iloji boricha chet tilidan so'z o'zlashtirmaslikka harakat qiladi. O'zlashtirilgan so'zni ham turk tili grammatik qoidalariga solgan holda tilga o'zlashtirishadi. Shundoqligicha olib, shundoqligicha ko'chirib qo'yishmaydi. Masalan, kompyuter so'zi deyarli ko'pchilik tilda kompyuter shaklida kirib qolgan. Lekin turk tilida kompyuter bilgisayar deb aytiladi. Yoki bo'lmasam dil bilgisi. Dil bilgisi bu grammatika degani. O'zbek tilida ham biz grammatika deymiz. Rus tilida ham grammatika, balki boshqa tillarda ham xuddi shu shaklda saqlanib qolgan. Yoki bo'lmasam samolyot so'zini oladigan bo'lsak, biz buni rus tilida o'zlashtirganmiz. Turk tilida samolyot so'zi bu uchoq. Bizning eski o'zbek tilida ham uchoq so'zi bo'lgan, keyinchalik xalqimiz buni qabul qilmagan va samolyot so'zi o'z holicha tilimizda saqlanib qolgan. Xo'p. Endi alifbo darsini boshlaymiz. Turkcha alfabe toplam olarak 29 sesten oluşmuş, yani harften oluşmuş. Turk tili alifbosi jami 29 ta harfni o'z ichiga jamlab olgan. Ondan 8 tanesi ünlü harf sayılıyor. Şundan 8 tası ünlü harf sanıladi. Kalan 21 tanesi sessiz harf sayılıyor, yani ünsüz. Qolgan 21 tası undosh harf hisoblanadi. Peki, önce burada verilen 29 tane sesleri telaffuz edelim. Oldin 29 ta harfni talaffuzini ozgincha o'rganib olamiz. Keyinchalik tahlilda tushuntirib beraman. Undoshlar qanaqa shaklda talaffuz qilinadi? Ya'ni farqli undoshlar bor. O'zbek tilida mavjud bo'lmagan undoshlar bor. Ya'ni yozilishi boshqacha, lekin talaffuzi o'zbek tili bilan bir xil. Peki, başlıyoruz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, R, H, I, I, J, K, L, M, N, O, E, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Hop. Şimdi Özbekçe'de olmayan farklı ünsüz sesleri inceliyoruz. Hozir endi O'zbek tilida mavjud bo'lmagan farkli undosh harflarni tahlil qilib chiqamiz. Burada C var, ya'ni Ruscha S. Rus tilidagi S harfi turk tilida C deb talaffuz qilinadi. Oddiy C. Lekin savol tug'iladi. Mana bu C qanaqa talaffuz qilinadi deb. Bu C J deb talaffuz qilinadi. Masalan, Cumhuriyet yoki bo'lmasam Cumhurbaşkanı desa, mana bu C yoziladi. Jeton, jandarma, jöle so'zlarida o'zbek tilidagi oddiy C yoziladi. Demak, turk tilida C harfini ikkita shakli bor ekan. Bittasi rus tilidagi S harfida yozilar ekan, bu oddiy C. Bizning o'zbek tili talaffuzidagi C. Bizning o'zbek tilidagi C bu turk tilida J deb talaffuz qilinar ekan. Keyingisi o'sha S harfini tagida belgichasi bor. Bu Ç deb talaffuz qilinadi. Ç. Mesela çiçek. Çiçek. Gül degani, çiçek degani. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet degani. Cumhuriyet bu respublika, Cumhurbaşkanı bu prezident. Hop, D harfi bir xil. Devam ediyoruz. Burada Ş var. Ş. S harfini tagida belgichasi bo'lsa, bu turk tilida Ş deb talaffuz qilinadi. Belgichasi bo'lmasa, S deb talaffuz qilinadi. Qolgan unlilar bir xil. Agar e'tibor bergan bo'lsak, alifbo talaffuzda boyaman B, D, F,
G, M deb yumshoq tarzda, ya'ni yoniga eni qo'yib talaffuz qildim. Bu yozmada, lekin unaqa tarzda yozilmaydi. Yozmada masalan, burada bir kelime vardı. Masalan, bu tarafdagi arkadash so'zida qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tarzda talaffuz qilamiz. Turk tili boshqa ingliz tiliga o'xshab, yozilishi boshqacha, talaffuzi boshqacha emas. Qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tarzda talaffuz qilinadi. Faqatgina ozgincha bitta harfda farqlilik bor. G harfi bor. Mana. G harfi turk tilida talaffuz qilinmaydi. Ya'ni tushirib qoldiriladi. Bu bir bo'g'inli va ko'p bo'g'inli so'zlarga oid. Masalan, 7-mashqdagi 1-chi, 2-chi, 3-chi gaplarda dog', bog', ah so'zlari bor. Bular bir bo'g'inli so'z. Va bu yerda transkripsiyasini bergan, ya'ni yozilishini bergan. Da deganda ikkita nuqta qo'ygan. Ikkita nuqta bu o'sha a harfini cho'zib talaffuz qil degani. G'ni tushirib da. Bog' so'zda g'ni tushirib ba. Ah so'zda g'ni tushirib a deb talaffuz qilinadi. Dog', bog', ah so'zlarining tarjimasi tog', bog', ah bo'lsa liniya degan. Liniya. Xuddi shunaqa tarzda talaffuz qilinadi bir bo'g'inli so'zlarda. Endi 4-chi, 5-chi, 6-chi gaplarda, 6-chi gapdagi so'zlarimizda bular ko'p bo'g'inli so'z. Och 2 bo'g'inli so'z. Öğretmen 3 bo'g'inli so'z. Öğrenci 2 bo'g'inli so'z sanaladi. Ko'p bo'g'inli so'zlarda g yana tushirilib qoldiriladi. Birinchi unli bilan g'dan keyin turgan unli qo'shib cho'zib talaffuz qilinadi. Mana bu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsak, transkripsiyasida adan keyin ikkita nuqta qo'yilganda keyingi och so'ziga bog'lanib ketgan. Och, ag'ach demayman. Och, och, och degani daraxt degani. Keyingi so'zimizda o'g'retmen deb o'qishim kerak edi, lekin bu talaffuzim turk tilida noto'g'ri sanaladi. Ö bilan g'dan keyingi turgan undoshga bir-birini bog'laymanda öğretmen, öğretmen. Öğretmen degani o'qituvchi degani. O'rgatmoq fe'lidan kelib chiqqan bu. Öğretmek ya'ni turkchasi. Peki, öğrenci, öğrenci. Bunda ham birinchi turgan ö harfimizni r undoshiga bog'lab g'ni tushirib talaffuz qilamiz. Bittagina farqliligi shunaqa, qolgan harflar qanaqa yozilsa shunaqa tarzda talaffuz qilamiz. Xo'p, endi bu yerda biroz farqli unli harflar bor. Bu jadvalning ichidagi unli harflar. Daha önce size söylediğim gibi Türkçe'de 8 tane ünlü ses var. Oldu aytganimdek Türk tilida 8 ta unli harf mavjud. Bular a, I, o, u, e, i, ö, ü. O'zbek tilida 6 ta unli harf bor edi, lekin turk tilida 8 ta unli harf mavjud. Bu nimani hisobiga? Turk tilida ba'zi bir unli harflarning jufti bor. Masalan, a bilan i, o bilan ö, u bilan ü harflari, ya'ni juftli shaklda tahlil qilinadi. Bular masalan birinchi qatordagi unli harflar qalin unlilar deb aytiladi. Ikkinchi qatordagi e, i, ü harflari ingichka unli deb nomlanadi. Demak, o'zingizlarga ключ sifatida yodlab olishinglar mumkin. Mana bu tepasida nuqtasi bor unlilar ingichka unli deb talaffuz qilinadi. Ya'ni ingichka tarzda talaffuz qilamiz og'iz bo'shlig'imizda. Bular yo'g'on, ya'ni qalin tarzda talaffuz qilinadi. A, I, o, u, e, i, ö, u, ü. Tushunarli bo'ldimi? Xuddi shunaqa tarzda talaffuz qilinadi. Keyin yana bitta o'ziga xos jihati, mana bu o harfi bor. Biz buni o'zbek tilida o deymiz. Turk tilida mana shu o harfi o deb talaffuz qilinadi.
O. Masalan, bu yoq tarafda 6-mashqda, ikkinchi gapda Oya okulda okuyor. Men buni Aya okulda okuyor demayman. O emas ya'ni. Xo'p, bugunga shular, ya'ni yetarli bo'ladi. Keyingi darsimizda mana shu 8 ta unlini tahlilini o'rganamiz. Peki arkadaşlar, sonraki dersimize kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki dersimizde sizden alfabe dersini soracağım. Ona hazırlık yapmanız gerekiyor. Keyingi darsda sizlarda alifbo mavzusini qaytadan takrorlashinglarni so'rab qolaman. Keyingi darsda savol-javob tariqasida boshlaymiz darsimizni va men sizlarga unlilar tahlili mavzusini o'tib beraman.